Xo'p, hamma kutgan Suxoy tuman apparatlarimiz mana sotuvga keldi. Buni birinchisini kosonga qo'yib beramiz. Abbos aka mo'ykasiga. Nasib bo'lsa narxi qilibdi 5 ta sotuvga keladi. Bu idealniy Suxoy tuman apparat bo'ladi. Xo'p, buni idealniyligi, buni boshqa Suxoy tuman apparatdan juda ko'p farqi bor. Xo'p, birinchi farqi mana qo'shilgan turibdi. Mana bu narsa umuman qizimaydi. Bu narsa umuman qizib ketib, mana buni uzib, qizish degan narsa bo'lmaydi apparatda. Sovutish sistemalari bor. Mana bu yerda motor ichini sovutib turadi. Ikkinchi plusi tent umuman qo'shilgan turmaydi bunga. Qachon klient pul tiqsa, tentni yoqadi. Pul to'gandan keyin tent yana o'chadi. Faqat shu monitor ishlab turadi. Bu monitor bo'lsa tok hech qancha tok yemaydi. Qolgan Suxoy tuman 99% tent postoyanno yoniq turadi. Oyda 1,5 million, 2,5 milliongacha rasxod qiladi. Bu faqat pulni tiqsa rasxod qiladi. Oyda ishlasa, zo'r ish bo'lsa 200-250 ming pul ishlaydi. Nimani hisobida? Tent umuman yonib turmagani hisobida. Yana bir plusi, mana e'tibor beringlar, narkotik. Mana bu yerda tuman turibdi. Qanaqa Suxoy tuman atir olsanglar, o'shani qo'yishni variant qilingan. Masalan, mana bunaqa jadvali bor. Mana Sheikh, Chanel, narkotik nima hid bo'lsa, kesib olinadi. Masalan, Versace olib keldinglar. Mana bu yerda Versace qo'yib qo'yasizlar. Olinadi, paydan kiradi Versace. Qanaqa yangi hid bo'lsa, almashtirib, xohlagan hidlaringizni qo'yasizlar. Qanaqa tuman yaxshi ketsa, o'sha tumanni mana narkotik qo'yilgan, qo'yib borib almashtirish varianti bor. Boshqa Suxoy tumanlarda o'zida yozilgan Okean, Sheikh, narkotik, faqat o'shani o'zini qo'yish kerak. Bunga unaqa muammo yo'q. Bunga bemalol hidlar almashadi. Nima hid bo'lsa zamin qila olasizlar. Yana bir plus tomoni. Xo'p, keyin atirlar bir-biriga umuman aralashib ketmaydi. O'zini tozalash, tentni yuvish sistemasi bor. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Kim nima atir sepsa, o'sha atirni 100% sepadi. Eslarda bitta plafon 1,5 litrlik Suxoy tumanini 300 ming so'mga sotib beradi. Sepishi ham ekonomishniy. Faqat bu qo'yib effekt olish uchun emas, klientga foyda keltiradigan idealniy Suxoy tuman apparati bo'ladi. Xo'p, buni ishlatib ko'rsatamiz. Nerjavekali bo'ladi, ponni. Bilasizlar, Navy un kooperativnik qo'yamiz. Umuman biz Tayvan kooperativnik foydalanmaymiz. Xo'p, masalan 10 ming so'm tiqamiz. Mana 10 ming so'm tushdi. Kuting degan yozuv chiqdi. Mana endi tent qo'shdi bu. Hozir tayyor degan yozuv chiqquncha kutamiz. Dolya sekundda tayyor yozuv chiqadi. Mana tayyor yozdi, bu tent qizidi, 100% ishlashga tayyor. Boyna kuting degan vaziyatda ham knopkani bossanglar qo'shmaydi. To klient men bilan olib joylashtirguncha o'sha tayyor degan yozuv keladi. Mana ishlatishga bemalol turibdi. Xo'p, ishlatib ko'rsatamiz. E'tibor beringlar, ishlagan sosta palajaynasida demni juda qalin sepadi. Mana 10 ming so'mlik sepamiz, juda qalin sepadi. Sepib bo'lgandan keyin havoni qo'shib tentni chiqarib tashlaydi. Masalan, hozir narkotik sepsa, oxirida havoni qo'shib tent yuvib narkotik hammasi chiqib ketadi. Lina yana pustoy qoladi. Keyingi kishi masalan Versace bossa, 100% Versace sepadi. Xo'p, ketdik. Narkotikni bosamiz. Xo'p, tumanni chiqishiga e'tibor beringlar. Mana tugadi pul. Mana endi yuvibdi. Mana kompressor qo'shib, mana 100% yuvib tashadi. Tuman qalinligini ko'rdinglar, yuvishini ko'rdinglar. Aytganimizdek mana bemalol ushlasa bo'ladi, bu yaxday. Hech qanaqa qizimaydi bu. Ko'plar apparat mana channab ketadi qizib. Mana ventilator ham ishlayapti. Mana shunaqa idealniy Suxoy tuman apparatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Narxi haftadan 5 ta keladi. Sotuvda endi o'zimizga tortilmaydi, postoyanniy bo'ladi. Garantiya beramiz. Buni ichlari ham juda idealniy. 2 ta etaj, pastida narsalar qo'yiladi, tepasida pul olinadi. 2 ta eshikli. Endi ichini ponni ko'rsatmaymiz. Idealniy yig'ilgan apparat. Chernitli ham idealniy, 2 ta shlankali, bittasidan havo keladi, bittasidan chernitl keladi. Chotki sepa.
Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, Mo'ysam Qashqadaryo aloqaga chiqasizlar, nomerlar pastga yozilgan. O'rnatib, o'zimiz qo'yib 1 yil garantiya beramiz apparatlarga.